Hozir mana shu salapanni jo'rayapmiz-ku. Mana shu salapanni jo'rab, keyin uni ichiga jo'rgandan keyin ana blok terilgan joyga to'shaymiz tagin. Keyin uni ustiga chigit tashab, undan keyin suv bilan bostiramiz. Ha, Toshtemir? Ha, reka ayla bor, bemalol olaver. Ha, endi hozir shunga tayyorgarlik ketyapti. Hozir anerga o'lchab turin, bemalol nima quvanglarmi ulan? Ha, umuman bo'lmoqchimasizlarmi buni? Ha, salapanni umuman kesmoqchimasizlar-da? Ha. Mayli, ixtiyorlaring. Hozir mana oltin ushlab turgan joydan kesib ikkiga bo'lmaysizlarmi buni? Yo'q, qaytarib qo'yamiz. Ha, qaytarib qo'yasizlar, ha? Mayli, yaxshi fikr. Ertaga bir nimaga ishlatsanglar ham foydasi bor-da.